Yangi Damaslarda bunaqa bo'lishi mumkin emas-da. Atiga 7000 probeg yurgan Damas mashinamizda skorost ko'rganlarida juda ham qattiq tushgan yoki tushgan joydan qaytib chiqmay qolgan. Undan tashqari seplenni bosganlarida korobkadan chirillagan ovoz chiqib qolgan. Bu muammolar nimadanligini aytgunimcha, siz videoga bitta like bosib, bizning profilga obuna bo'lib turing. Men sizga bu haqda to'liq ma'lumot beraman. Ushbu Damasimizni ham korobkalarini yechib oldik. Buni birinchi aybi vijimnoydan bo'lib chiqdi. Ya'ni vijimnoyda pachnilari qurib qolib, har seplen bosganlarida g'ijillab ovoz bergan. Ikkinchi aybi bo'lsa, ya'ni skordan chiqishi qiyin yoki skorga kirishi qiyin bo'lib qoladi-yu. Ana shu muammosi korzinkani tirnag'idan bo'lib chiqdi. Ya'ni korzinkani bitta tirnag'i sinib ketib qolgan. Bu ikkala muammoning ham asosiy sababi nimadan bo'lib chiqadi? Probkalarda seplenni ko'p bosib turish yoki seplenni chala bosib qo'zg'alayib turganda aynan shu vijimnoyga, korzinkaga kuch kelib, ana shu muammolar kelib chiqadi. Sizni Damasingizda qanaqa muammo bo'lyapti? Kommentariyda yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha sizda bo'lib turgan muammoga yechim topishga harakat qilamiz. Aynan bu videoni Damasi bor o'rtoqlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.